Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Blogging 1.0 o'quvchilari. Xudo xolasa bugungi darslarimizda biz sizlar bilan Instagramda stories joylash va ularni to'g'ri oformits qilish, umumiy Instagram storieslar haqida batafsil gaplashamiz. Kuzatishda davom eting. Bu darsimiz bomba bo'ladi. Xo'p, demak men telefonimdan zapisni bosib oldim. Demak, stories joyiga o'tib olaman, ya'ni istoriya degan joyiga. Xo'p, istoriya degan joyiga bosdik. Va bu yerdan biz istoriyaga nima joylasak bo'ladi? Shu yerdan turib video joylasak bo'ladi. Yoki galereyamizdagi videomi, rasmmi farqi yo'q, xohlaganini joylasak bo'ladi. Demak, biz keling rasm joylab ko'ramiz hozir. Mana shu rasm. Bu Goodwill uchun tayyorlangan obloshka, Instagram videosi uchun obloshka. Buni joylasak ham bo'ladi. Buni ustiga yozsak ham bo'ladi. Tepada A degan joyi bor. Bu yerda siz xohlagan so'zingizni yoza olasiz. Misol uchun qiziq video joylandi deb. Video joylandi. Endi bu mana yozgan narsamizni xohlagan shriftni o'zgartirsak bo'ladi. Misol uchun mem shrifti bor, elegant, vertical, literature, farqi yo'q, har xil shriftlar bor, ko'rayotgan bo'lsangiz. Ko'ryapsizmi? Shu shriftlarni qo'ysak bo'ladi. Buni keyin endi joylashuvi bor. Misol uchun keling mana bu shrift tanlab olamiz. Siz buni. Xo'p, endi buni orqasini ham rang bersak bo'ladi, orqasiga fon bersak bo'ladi. Mana buni qora qilib qo'ydik fonni. Endi buni bosib turib o'zgartirsak bo'ladi, mana rang joyini. Bosib turib ko'k qilsak bo'ladi, yashil qilsak bo'ladi. Buni yana bitta bosadigan bo'lsak, o'zgaradi. Ko'ryapsizlarmi? A degan joyini bosyapman. Mana bu pastdagi mana bu A kvadrat ichi turibdi-ku, o'sha joyini bosyapman. O'zgaryapti. Sariq qilsak bo'ladi, har xil rangga o'zgartirsak bo'ladi. Bu anaqamizni, yozuvimizni. Demak, bu tushunarli. Buni keyin o'rtaga, yonga, orqaga shunaqa qilib o'zgartirsak ham bo'ladi. Pastdagi o'sha A kvadrat yonidagi o'rtaga, chetga, ikkala chetga sursak ham bo'ladi bu orqali. Buni endi yondirsak ham bo'ladi. Buni bossak, mana ko'ryapsizlar, yaltirab yonib turibdi. Neon qilsak bo'ladi. O'zi yaltirab yonib turadi. Maslahat beraman, yo neonga yoki iskriga qo'yishdi. Bu yozilgan tekstda. Mana neonga qo'ysangiz ham bo'ladi mana. Gotovini bosdik mana. Bunaqamiz tayyor bizda. Yozuvimiz. Bemalol yozsak bo'ladi o'zimiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz bizda bu joyni tushuntiraman sizlarga. Mana bu stiker degan joyi, mana shu matn qo'shadigan joyimiz yonib turgan joyni batafsil tushuntirib beraman sizga. Местоположение. Bu yerdan biz xohlagan o'zimiz turgan lokatsiyamizni kiritsak bo'ladi. Bu misol uchun Toshkentda kiritib qo'ysak ham bo'ladi. Местоположениеga. Endi упоминание degan joyi bu kimni отметка qilmoqchi bo'lsangiz, misol uchun birorta do'stingizni belgilamoqchi bo'lsangiz, tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun yoki boshqa maqsadda shuni bosib turib belgilasangiz ham bo'ladi. Nurimon Nabiyevni belgilab qo'yamiz keling. Belgilab qo'ydik. Endi yana bosib turib, yana nima tushuntirsam bo'ladi? Muzikada siz o'zingiz xohlagan muzikangizni orqa fonga qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Misol uchun keling, men qidirib ko'raman. Michael Jacksonni qo'shaman. Michael Jackson qo'shig'i ketyapti. Ko'ryapsizlarmi orqa fonda? Hop. Muzik shart emas bizga. Buni o'ynayotgan odamdan chiqartirib qo'ydik, ko'rdinglarmi? Demak, shunaqa qilib chiqarsak ham bo'ladi. Xo'p, muzika qo'yish tushunarli sizga. Endi, misol uchun bu rasmning ustiga va qo'shimcha rasm ham joylasak bo'ladi. Misol uchun foto. Xo'p, misol uchun buni. Ko'ryapsizmi? Rasmning ustiga rasm ham joylasak bo'ladi. Bu misol uchun agarda men undan oldingi men orqa fonga joylagan video bo'lganda ham, videoning ustiga ham rasm joylasam bo'lardi baribir ham. Demak, biz shu orqali rasm joylaymiz ekan. Endi GIF bu shart emas. Bu yerga siz xohlagan o'zingiz qimirlab turgan shunaqa GIFlar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Razmeri ham shart emas sizlarga. Razmeti chunki deyarli amaliyotda qo'llanilmaydi, shuning uchun ularni tushuntirmayman sizlarga. Vопросы degan joyiga siz obunachilaringiz bilan savol-javob o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Instagram storiesda yozsangiz bo'ladi. Kuninglar qanday o'tyapti?
Bu yerda shu yozib qo'yasiz. Ko'rinaveradi qolganlarga. Ha, yana bitta narsani unutmaylik. Mana bu Nurimon Nabiyevda upominание qildik-ku, ya'ni отметка qildik-ku. Buni pastga tushirib yuborsak ham ko'rinaveradi. Pastga tushirib yubordim buni, lekin ko'rinaveradi qolganlardan. Xo'p, mana bu. Endi savol yozganimizni rangini ham o'zgartirsak bo'ladi orqa fonni, savolni. Mana qora qildik, pushti qildik. Mana har xil qilib. Ko'ryapsizlarmi? Oqqa o'zgartirib qo'ydim mana. Xohlagan razmerlarda o'sha belgilab qilsangiz bo'ladi bemalol. Endi demak, savolni tushuntirib berdim sizlarga. Xo'p, endi oпрос degan joy bor. Oпрос bor va вопрос bor. Buni farqini tushuntirib beraman sizga. Вопросda siz obunachilardan savol so'raysiz. Oprosda siz so'rovnoma o'tkazasiz. Oпрос tushuntirib beraman sizlarga. Misol uchun, bugun futbol bor. Kim yutadi deb o'ylaysiz degan savol berdim. Misol uchun, Real Madrid bilan Barselona o'yini bo'lsa, deb belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Misol uchun, buni joylaganingizdan keyin obunachilar tanlaydi. Misol uchun, Real Madrid muxlislari bo'lsa Real Madrid tanlaydi, Barselona muxlislari bo'lsa Barselonani. Buni siz xohlagan o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi, buni bemalol. Misol uchun, bugun ovqat tayyorlayapman, mastava qilsammikan, osh qilsammikan deb haligi obunachilardan savol-javob o'tkazib turishadi-yu. Shunaqa formatda ham bemalol to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Ya'ni biz demak buni tushuntirib berdim. Oпрос nimaligini. Bu oпрос, ya'ni so'rovnoma. Endi silka qo'shsangiz bo'ladi. Silka bilasizlar, bironta Telegramga olib o'tmoqchi bo'lsangiz, bu joyga olib o'tmoqchi bo'lsangiz, sayt kami farqi yo'q. Shu yerda silka qo'shsangiz bo'ladi. Misol uchun, keling, men Telegramga olib o'taman. Misol uchun, Goodwill Telegramiga. Kopировать qildim silkani. Bu yoqqa qo'ydim. Endi Telegram kanal. Mana bu sticker text degan joyi bor-ku. Shu ustiga Telegram kanal deb ko'rinib turadi. Buni yozmasangiz, silkani o'sib turadi xolos. Telegram kanaliga kirish deb qo'yaylik. Misol uchun, bularni o'chirib yuborsak ham bo'ladi. Tushuntirib berdim sizlarga. Boshqadan kiritamiz silkani. Yo'qda servis qilamiz. URL degan joyiga, keyin Telegram kanaliga kirish qilamiz. Mana, ko'rdinglarmi? Menda bo'ldi. Bu Telegram kanaliga kirish bo'ldi. Kattalashtirsam bo'ladi endi. Ushlab turib. Buni o'zgartirsam bo'ladi. Bitta bossam o'zgaradi, ko'ryapsizlar? Har xil rangga kiradi. Shunaqa turgani yaxshi menimcha. Nega bunaqa turgani? Bu orqali demak siz o'zingizni Instagram orqali, Instagram storieslar orqali Telegram kanalingizga odam haydaysiz ham bo'ladi bu yoqda. Xo'p, sizga tushunarli hashtag, xo'p, hashtag jamchalik shart emas sizga, chunki hashtag deyarli hozir foydalanmayapti hech kim. Обратный отсчет degan narsa bor. Bu nima? Biron bir post joylamoqchi bo'lasiz-ku. Misol uchun, men sizlarga zo'r video tayyorlab qo'ydim, o'shani joylamoqchiman. 18:00 da joylayman deb turib, buni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi обратный отчетni. Mana, nazvani обратный отчет. Misol uchun, yangi video chiqadi deb. Buni endi bosamiz. Western degan joyda ko'rgan bo'lsanglar, nimadir yonib turibdi. Shuni o'chirsak, vaqt ko'rinadi, ko'ryapsizlarmi? Shuni o'chirib qo'yamiz. Westernni o'chirsak, mana vaqt ko'rindi. Endi сегодня 20:00 ga post joylanadi degan narsani belgilab qo'yamiz. Bu Androidda ham, iPhone'da ham bir xil chiqadi, xotir olmanglar. Gotovini bosdim. Ko'rsanglar, mana yangi video chiqadi deb turibdi. O'sha qancha vaqt qoldi yangi video chiqishiga. Buni ham orqa fonni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bu joyda bosib vaqtda. Tepadagi ranglar turibdi-ku, admina Gotovini yonida. O'shani bosib turib o'zgartirsangiz bo'ladi. Kelinglar, men oq qilib qo'yaman. Oqligicha qoldi. Yana odamni bu ham, ya'ni siz hozir istoriya bezatish haqida gap ketyapti. Bu ham qanaqadir istoriyangizga, storilaringizga bezatish, vizual jihatdan chiroyli ko'rinish beradi bu ham. Xo'p, yana nimalar qoldi? Tekstni tushuntirdim. Men tekstni matn qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerdan tekstni bosmak qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rdinglar-mi? Shunaqa. Qolganlari giflar. Xo'p, hozir men sizlarga shu vaqtgacha Instagram storieslarda qanaqa bezatish mumkin, Instagram storiesda qanaqa funksiyalari bor, o'shalarda asosiy joylarni tushuntirib berdim. Keyin pastrog'ini ham tushuntirib beraman sizga. Pastda ko'rayotgan bo'lsangiz, Vash istoriya degan joyga ketadi.
buni bosadigan bo'lsam, Bliski Druzya degan narsa bor. Bliski Druzya u nima? Misol uchun birorta storiesizni hamma ko'rishini xohlamayapsizda, ma'lum bir odamlar ko'rishini xohlayapsiz o'sha videoni. O'sha storiesizni buni Bliski Druzyani bosamiz. O'shani belgilab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun yozib Ilhom qilib. Bo'ldi. Endi buni bosib belgilab yubordim. Ko'rgan bo'lsa yashil bo'lib, mana bu Bliski Druzya bo'lib joylanadi. Bu faqatgina o'sha odamlargagina ko'rinadi, xolos boshqalarga ko'rinmaydi. Bu istoriyamiz. Xo'p, biz sizlar bilan asosiy Instagram Stories joylashda eng kerakli joylarni tushuntirib berdim sizlarga. Endi Instagram Storiesda ahvatlari qanaqa bo'ladi, shularni tushuntirib beraman. Men kecha Stories joylaganman. Ahvatlar bo'lgan, 121 ta ahvat bo'lgan storiesimizda. Bu yerdan nechta odam ko'rganligini ko'rsangiz bo'ladi va mana bu yerda demografiya degan joy bor. 121 da yonida haligi tepa-past narsa turibdi. O'sha demografiya deyiladi. Yoki Instagramda desangiz ham bo'ladi. Bu yerda prosmotrlarni ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun bu storiesimizni 133 ta odam prosmotr bo'lgan. Ahvat bilan prosmotrda farqi, prosmotr shunchaki ko'rsatilgan. Ahvat o'sha storiesizni oxirigacha ko'rganlar. Ya'ni bitta birorta videoingizni oxirigacha ko'radigan bo'lsa, o'sha ahvat bo'ladi. Prosta videoingiz kimgadir chiqib qolsa, oxirigacha ko'rmasdan o'tkazib yuboradigan bo'lsa, bu prosmotr bo'ladi. Взаимодействие degani bu o'sha men qo'ygan storiesimga like bosgan bo'lishi mumkin, olovchi yuborgan bo'lishi mumkin, nimadir harakat qilgan bo'lishi mumkin. O'sha meni storiesimni ko'rgan odam. O'sha yerda взаимодействие bo'lib chiqadi. Endi действие профиля degan joyda bu ham o'sha взаимодействиеga o'xshash nimadir xabar yozgan bo'lishi mumkin menga. Misol uchun zo'r chiqibdi, omadsizga shunaqa deb birorta kommentariya keladigan bo'lsa, storiesimga действие profilida ko'rinib turadi, ko'rgan bo'lsanglar. Endi prosmotr degan joyda necha foiz meni obunachilarim, necha foiz obunachilarim bo'lmagan odamlar ko'ryapti. Buni ham ko'rsak bo'ladi. 91% obunachilarim ekan, qolgan 9% men obuna bo'lmagan yoki ular menga obuna bo'lmagan odamlar ekan. Asosan shular ekan. Endi repost nima degani? Repost o'sha meni storiesimni kimgadir yuborgan bo'lsa, o'sha repost bo'lib boradi. Menimcha kimgadir yuborilgan bo'lsa kerak, shuning uchun repost bo'lib turibdi. Ответи degan joyda meni storiesimga kimdir nimadir deb javob qaytargan. Shuning uchun ответи degan joyda turibdi. Stories darsini asosiy mazmun qonun qoidasi shulardan iborat. Xo'p, stories joylash bo'yicha batafsil asosiy savollarga javob berishga harakat qildim. Umuman storieslarda qanaqa tuzilishi, umuman storieslar Instagram storieslarida nimalar bor, ular nimani anglatadi, shularni batafsil tushuntirib berishga harakat qildim. Xudo xolasa keyingi darsimiz content ssenariylar yozish mavzusi haqida bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarni zo'r darslarimiz kutib turibdi.